Rasvod to'pli va qanaqa yoqilg'i rasvodi? Buni narxi nechi pul? Xo'p, buni narxi Hisobda trekkeri puli bo'lyapti. aha, rassrochka qilib beramiz. Buni narxi? Buni narxi Jack Sunray yuk furgoni narxi qanaqa buni? Do'stlar, Toshkentdagi eng yirik omborlardan birdama. Bu yerda bilmayman bir minglab Jack M4, M3, Sunray haqiqiy koniga keldim, optim joyiga. Hozir sizga qisqacha har birini narxi va boshlang'ich va to'lovlar haqida gaplashamiz. Buni bizga shu Toshkent China Motors bosh ofisi xodimi Farhodjon tushuntirib beradilar. Farhodjon, assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum Ulbek aka, yaxshimisiz? Avvalambor assalomu alaykum Universal Olam avto muxlislari. Bugun Ulbek akamni faqat kanallariga yuk tashiydigan emas, endi bundan keyin yo'lovchi tashiydigan moshinalar ham bo'ladi. Kuzatib boring hamda like bosishni unutmang. Xo'p. Bu moshamiz Jack M3. Buni endi to'liq obzorni qilib o'tirmaymiz. Sababi bu O'zbekistonda Motorini aytaylik, 1.8 benzin sepli motor. To'ppa-to'g'ri. Rasvod to'pli va qanaqa yoqilg'i rasvodi? 100 ga 7-8 litr maksimum. Metal propan zo'r 100 tushadi. tushadi atmosfera. Ma'lumot o'rnida o'rtoqlar ABS, monitor, hamma narsasi bor ekan, 8+1. To'ppa-to'g'ri. Prava o'tadi. Buni esa yuk furgon varianti ham, orqa yuk furgonligi. Buni narxi nechi pul? Xo'p, buni narxi 199 million so'm. Xuddi motor, hamma joyi bir xil, komplektatsiyasi bir xil. Faqat bu yuk tashiydigan mijozlarimizga bu yaxshiroq. Bu yuk tashiydiganimiz. Buni ko'rishingiz O'rtoqlar, mumkin. yuk furgon. Buryapti oynaga bo'lmaydi, o'rindiqlar bo'lmaydi. Demak, buni narxi nechi pul? 199 million so'm. Bu 199 million, passajirskisi esa 215 million so'm. Lux varianti. Buni ikki xil varianti bo'ladi. Comfort varianti bo'ladi, Lux varianti bo'ladi. Masalan, hozir bu hisobda trekker puli bo'lyapti. Aha. Biz o'zbeklar oilaparvar, ko'p bolali oilamiz. Oila uchun zo'r. Buni hamma ham birdaniga 215 million yo'q. U qanaqa bo'ladi bu yog'i? 215 million pullari bo'lmasligi mumkin. Xo'p, bunga biz juda yaxshi sharoit yaratib berganmiz. Imенно shu Jack M3imizga. Bizda Jack M4larimiz bor. Bunga eng kami 25% to'lovlari bo'lsa, bo'ldi. Xohlasalar avtokredit, agar 50% dan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, pullari rassrochka qilib beramiz. Haligi bo'lib to'lashga, foizsiz. Bo'lib to'lashga. Mana Yiliga qarab pullarni 25% qancha bo'ladi? 215 millionni kommentariyada yozib qo'yasiz. Demak, liniyada kira qiladiganlar uchun ham O'zbekiston bo'ylab yoki kira qiladiganlar, turizm, mehmonxonalar uchun menimcha zo'r taklif. Mana bu yerni ko'rishimiz mumkin. Bu M4 ancha bu gabariti ham katta ekan. Buni motori qanaqa? Buni motori 2lik. 2lik 145 ot kuchiga ega. Benzin 2 ob'yom 145. Demak, narxidan baquvvat. U 134 edi. M3 134. Bu 145 baquvvatroq. Bu mexanikami avtomatda bo'ladi? Mexanika bo'ladi. Xo'p, buni ham rasxoti 10 litrgacha. Benzin rasxoti. O'rindiqlar benzin soni tanlamaydi. Pravas qanaqa buni hozir? B. Yengil minivenga kiritilgan bular. Mana vagonlar kattaroq deganlar uchun bu variantimiz. Buni narxi? Buni narxi 243 million so'm. 243 million. Buni ham shunaqa boshlang'ich to'lov bilan olib ketsa bo'ladimi? Qanaqa buni boshlang'ich to'lov bilan olib ketsalar bo'ladi, lekin hozirgi kunda bizda bunda rassrochkamiz yo'q. Lekin bank orqali eng kami 25% to'lab olib chiqishlari mumkin. Tushunarli. Bundan keyin Ulug'bek aka, xudo xolasa Jack M3imiz o'sha Jacklar hamma brenddan kirib kelyapti, ko'ryapsiz. Elektromobildan boshlab to o'sha tez yordam mashinalari. Bu Universal Avtolami aksariyat obunachilari yuk tashish bilan shug'ullanishadi. Mana maxsus taklif. Jack Sunray ma'lumot o'rnida Sun quyosh, Ray nur degani quyosh nurini yuk furgonligi bir qarashda qarang, Mer Sprinterni eslatadi. Qanaqadir o'xshashlik tomonlari bor. Orqa qo'sh balon, 2 benzin turbo edi bu, To'g'ri, 2 benzin turbo, B prava o'tadi bunga ham? Bungami? B prava o'tadi. Puli qanaqa endi buni? Yuk tashiydiganiga B prava o'tadi-da. Narxi qanaqa chiqadi buni? Buni narxi 365 million so'm. 360 million so'm, 365 million so'm. O boshlang'ich eng kami 25% to'lab olib chiqishingiz mumkin. Sotuvda tayyor. Mana o'rtoqlar, qo'sh balon, menimcha bu ham 3 tonna, 2,5 tonna yuk ko'rsatishingiz mumkin. Keling, orqa tomonlarni bir ko'raylik, shu yerga kelganda. Mana ichlarini chiqib ko'ramizda buni, mana balandligi. Mana o'rtoqlar, ko'pincha firmachi akalarimizga juda ma'qul bo'lyapti hozirgi kunda. Balandligi Mer Sprinterni hisobda tengdoshi, toifasi bir xil. Taglarida tekstolet, yuqori obshivka bo'lgan. Mana bu yerda alohida kripleniya joylargacha bor, hamma tomonlama yuk tashishga 100% tayyor ekan, yuqorida освещениyalar plus перегородкалari ham bor ekan. Demak, buni boshlang'ich qancha bilan olib ketsa bo'ladi dedingiz? Boshlang'ich eng kami 25% bilan. Buni mana bu yerda matoviy ko'rinyapti, bu plyonkada turibdi. O'rtoqlar, mana ko'chirilmagan. Buni o'zingizga qoldiramiz. Masala deydi-ku. Shundaydan-da. Endi yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan obunachilarimiz uchun esa passajirskiy varianti, bu o'rindiqlar soni ko'p ekan. Buni o'zidan D
pravo o'tadigan, ha? To'g'ri. Bu Shu qanaqa? joyi o'zi mijozlarimiz diqqat bilan o'zi quloq soladilar-da. Shu Jackson aka juda Aha. ko'pchilik telefon qiladi. Bu Jackson aka mijozlarimiz hozirgi kunda O'zbekiston bozori hali kerakli mashina bu. Ha. Xo'p, Jackson rayimiz hozirgi kunda sotuvda tayyor desak ham bo'ladi. Sababi ozgina rasmojka jarayoni cho'zilyapti bizda. Zavod ulgurmayapti bir hisobga aytganda. Kelgani to'lov bo'lgan, olib ketilyapti. Shuning uchun bir marta ayrim mijozlarimiz aytadi, "Meni pulim naqd, tayyor bormi?" deydi. Tayyor hozirgi kunda tayyor yo'q. Maksimum 10 kun, 15 kun ichiga to'lov bo'lgandan keyin chiqarib Demak, shu beriladi. darajada bunga talab kuchliki, hatto To'g'ri. naqd pulga ham yo'q. Shunaqa, naqd pulga ham yo'q. Sandray haqiqatda juda ko'paydi o'rtoqlar. Men Namangandan bilasiz, Farg'ona, Namangan, Andijon qatnovchi va ko'p mehmonxonalarni ko'rdim Namanganda, firma nomerda, chiroyli nomerlarda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanishyapti, tonirovkalarni tortib juda go'zal turar ekan. Shunaqa. Bu ham demak 2 turbina, benzin, motor bilan Motor bir xil jihozlangan. bo'ladi. Motor hamma yog'i Faqat bu agregat bir xil. passajirni bu yuk tashiydi. E'tibor berishingizni xohlardim. Mana bu yerda bu yuk mashinamiz qo'sh ballonlik Gurzova bo'lganligi uchun Sandray oldin bunaqa qo'sh ballon kelardi. Nimaga bu yakka ballon bu bo'ldi? Bu yakka ballon ko'rishingiz mumkin. Yakka ballon bo'lishidan maqsad hozirgi kunda bizda rasmojka jarayonida faqat yakka ballonga O'zbekistonga ruxsat berilyapti. Qo'sh ballon passajirskiyga ruxsat yo'q. Bundan keyin ruxsat yo'q. Masalan, kimgadir qo'sh ballon kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zlari keyinchalik qilib olsalar bo'ladi. Moslani qo'yib boshqa qilib. Rasmojka jarayonidan bir moslik o'tyapti. O'rtoqlar oldigisini ko'rganman. Mana buda barabanli tormoznoy bo'ladi, baraban. Bunda esa passajirskiylarda o'z yakka ballon bo'ladi aksariyatida. Bu yakka ballonda esa diskoviy, opornik diskli bo'ladi. O'z-o'zidan bunda tormojeniya o'rnida sanchish bo'ladi. Effektivni zo'r plus yoqilg'i xarajati kamaygan. Ehtimol buni yo'lovchi tashishga qo'sh ballonga ehtiyoj yo'qligi uchun bu baribir mana bundagi 3 tonni yuk olmaydi. Yo'lovchi uchun menimcha shahar uchun yaxshi yakka ballonligi. Yana sizning fikr mulohazangizni kommentariyada qoldiring. Universal avtolar o'z ekspertlar kuzatishadi. Mana parog bilan chiqishini qarang. Parog ichlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli molotoklar, yuqorida monitor, agentушительlar, yeri qarang, tiksalet forma linoleum qilingan, pergorodkalar, yuqorida mana havo oqimini yo'naltiruvchi saloni chinakam mikroavtobus o'rtoqlar. Oynalari, yondagi oynalari ochilar ekan va eng qizig'i har bir o'rindiqda ko'rishingiz mumkin USB bor. Zaryad qilish va har birida xavfsizlik kamarlari, podlokotniklar bor. Zavodskoy registratorlar. Zavodskoy registratorlar mana chinakam mana konditsioner rear turibdi, mana orqa qismini yoqish uchun ham alohida boshqaruv tugmachasi bor. Mashina 6 tali mexanический korobkada, multimediyni rul. Haqiqiy to'laqon mikroavtobus bo'libdi, qarang, pardalargacha bor, to'liq Yevro standartga amal qilingan. Lekin mana bu parokchasiga to'g'risi alohida like bosib qo'yasiz, qarang. Juda menga yoqdi shunisi. Gap yo'q. Bu mashinamizning narxi qanaqa? Bu mashinamiz narxi hozirgi kundagi narxi 396 million so'm. 396 million so'm. Shunaqa. Bu oldin 2023-yilda olib kelganmiz 38 ming dollar bo'lgan. Keyin undan keyin 32 ming dollarga tushdi. Keyin yana narx tushdi. Buni endi so'mda gapiradigan bo'lsak 403 millionga tushdi. 2026-yildan buni narxi 396 million so'm deb belgilandi hozirgi kunda. Hop, buni ishlab buzishga boshlang'ich qanaqa bunda shartlari bor? Bular hammasi bir xil. Boshlang'ich eng kami 25% bilan bank orqali chiqarsa bo'ladi. Endi mijozimizni pullarga qarab yana pastda nomerlar qoldiriladi. Pullarga qarab hisob-kitobini chiqarib beraveramiz. Variantimiz juda ko'p. Tushunarli. O'rtoqlar, biz iloji boricha qisqacha hayotiy qilib video qilishga harakat qildik. Baribir video davomida hamma narsani yoritib bo'lmaydi. Shunaqa. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, video pastda Farhodjonning telefon nomerlarini qoldiraman. Batafsil obunachilarimizga o'zingiz kelishtirib, tez va oson ishlarni bitirib berasiz. Azizlar, qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozing. Farhodjon o'zlari har biriga individual javob berishga harakat qiladilar. Yana bir gap, Farhodjon o'zlarining shaxsiy YouTube kanal ochganlar. Avto bugun uz poyst berib kirib obuna bo'lsangiz bo'ladi. Kunlik yangiliklarni, o'zlari kompaniya yangiliklarini yoritib borishadi. Azizlar, videoga like bosib, tanishlaringiz bo'lsa, oilaparvar tanishlaringiz bo'lsa, ulashib qo'ying. Xudo xolasa, eng katta konidamiz. Ishingiz xudo xolasa oson va tez bitadi. Farhodjon, qo'ldan kelguncha maksimum mashinalarni bir kunda qilib berishga harakat qilyapmiz shu paytgacha. Va asosiysi bu mashinalar to'g'risi O'zbekiston ko'chalarida haqiqatda ko'paydi. O'z-o'zidan servislari hamma narsasi bo'ladi ularning. Ortiqcha tariflarga hojat yo'q. Azizlar, kuzatishni davom eting. Salomat bo'ling.